Yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshimisiz? Qandaq ahvolimiz? Bugun sizga qandaq yordam beralayman? Chosh tushib ketsa, qanday qilish kerak? Vata tushmasiz-mi? Bu hozir nurg'un kishining dardi. Mana bir qancha maslahat, tabiiy usullar. To'xum sayaqi zaytun meyi bilan masti qiling. Yoz suyib isi nachar bo'lsa-mu, unumlik kunduk meyi, Hindiston kunduk meyi ishlating. Hayratliq odati, yetarli uxlang, stressdan saqlaning, bilmanki, oson emas. Ko'p suv iching, vitamin A, 4 million agar bek eg'ir bo'lsa. Doktor ko'rining hormon tekshiruv aslida. Ozliq charch tushish normal, biroq kunda 100 taldan ko'p tushsa, diqqat qiling, sizning charchingiz qanchalik vaqtdan bo'yan tushyotidi. Mening chechim mushu yanchiqimda pul qolmagandan beri tushib ketib bordi. Voy. Demak pul bilan chashning bevosita munosabati bor ekan. Men buni iqtisodiy charch tushish kasalligi deb atmoqchi. Amaliyotda pul kelib ketsa, stress ko'paydi, charch tushidi. Bu ilmiy asos bor. Darhol chorasi. Pul tepish kerak, aba bilaman, oson emas. Yoki stressdan saqlanish o'rganish kerak. Kim bo'lsa-mu o'xshaydigan mo'l narsalarni yang. Tuxum, lobiya, yemoq yemish, ochiq haqiqat. Charch saqlash uchun pul kerak, pul tepish uchun tirishish kerak. Tirishish stress keltiradi, stress chashni to'ytidi. Undaq bo'lsa, xotirjam bo'lib, o'zingizni ko'rki, eng arzon dori qandaq ish izlayapsiz? Hamsa siz meni bir kuldirib baqing, bir essamning chaqchiqini deb baqamsiz. Vaha, manga qaram narsin aql mening o'zimning puli yo'q. Hatto chechimi yo'q. Maqam bo'ldi. Bir necha chaqchaq aytay. Birinchi chaqchaq bir odam hakimda, doktor. Mening untirish qaqliqim bek ig'ir, doktor. Qachondan boshlandi? Odam nima boshlandi? Ikkinchi chaqchaq yo'qsul odam. Men har kuni Allohga duo qilib, pul tilayman. Do'st berdimi? Yo'qsul. Yo'q, lekin umidim bor. Texi 20 yil duo qilay. Uchinchi chaqchaq sizga mas chatsiz kishi. Mening chechim qayerga ketdi? Do'st bilmayman, balkim buning bilan bizi ketgandir. Ko'nglingiz ko'tarildimi azaq? Yeningizda charch bo'lmasimi, kulti bor bo'lsin, kultib haqsiz va hech kim elib olmaydi. Rahmat, siz bek chaqchaq ekansiz. Buguncha mushinchak yordam qiling. Vaha, rahmat. Men chaqchaq ekansiz degan maqtashni olganimga xushal bo'ldim. Bu mening rizqimni qo'shman. Xayr, xo'sh ko'nglimiz ko'tarayotgan bo'lsa, mening vazifam o'rlandi. Es tutum. Charch tushsimi, ko'kini tushirmang. Pul qolmasimi, umidni qoldirmang. Hamma ish yaxshi bo'ladi. İnşallah. Keyin yana kelib suhbatlashaylik. Men hamisha mushu yerda, qaysi yerda ekanligimni bilmayman. Biroq mushu yerda Xudo hafiz ishingiz o'shiq bo'lsin. Bir oz pul topgandan keyin chatingizni zaytun meyi setib eling.